Soatimiz 17:34 o'tib bormoqda azizlar. Demak, siz oqshomga qadar loyihasini tinglayapsiz. Manfaatli efir onlarimizda siz uchun kerakli bo'lgan jihatlarga e'tibor beramiz. Mutaxassis javobi sahifasi bor bizda va O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati elektr stansiyalarini tizimga ulash sho'basi boshlig'i Ravshanjon Yoqubjonov savollarimizga javob beradilar. Demak, dastlabki savol. Energiyani saqlash tizimlari yashil energetika samaradorligini oshirishda qanday o'rin tutadi? Javobni tinglaymiz. Quyosh va shamol elektr stansiyalarining asosiy xususiyati shundaki, elektr energiyasi ishlab chiqarish ob-havo sharoitiga bog'liq. Quyosh elektr stansiyalari kechasi energiya ishlab chiqarmaydi. Shamol elektr stansiyalarida esa ishlab chiqarish shamol tezligiga qarab o'zgaradi. Energiyani saqlash tizimlari ushbu muammoni hal qilishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Ular ortiqcha ishlab chiqarilgan energiyani akkumulyatsiya qilib, talab yuqori bo'lgan vaqtda tarmoqqa qayta uzatadi. O'zbekistonda 2030-yilga qadar umumiy quvvati 4.5 gigavatga yaqin bo'lgan energiya saqlash tizimlarini joriy qilish rejalashtirilgan. Yashil energetika 2030-yilga qadar qayta tiklovchi energiya ulushini 54% ga yetkazish rejasi mamlakat iqtisodiyotiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? O'zbekiston 2030-yilga qadar elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 54% ga yetkazishni maqsad qilgan. Buning uchun mamlakatda umumiy quvvati 20 gigavatdan ortiq bo'lgan quyosh va shamol elektr stansiyalari hamda energiya saqlash tizimlarini ishga tushirish rejalashtirilgan. 2030-yilga kelib, mamlakatda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini 120 milliard kilovatt-soatga yetkazish rejalashtirilgan. Bu aholi va iqtisodiyotning o'sib borayotgan ehtiyojini to'liq ta'minlash imkonini beradi. Yashil energetikani rivojlantirishda infratuzilma, innovatsiya va xususiy investorlarning o'rni qanday? Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, zamonaviy infratuzilma, innovatsion texnologiyalar va xususiy investitsiyalarsiz amalga oshmaydi. 2030-yilga qadar mamlakatda 7000 kilometrga yaqin yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlarini qurish va modernizatsiya qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, o'nlab yangi podstansiyalar ham barpo etiladi. Innovatsion texnologiyalar quyosh panellari va shamol turbinalarining samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Masalan, zamonaviy quyosh panellarining foydali ish koeffitsiyenti 22-25% ga yetgan bo'lsa, so'nggi avlod quruqlikdagi shamol turbinalarining yakka quvvati 6-8 megavatgacha yetsa, bu ko'rsatkich dengizdagi shamol turbinalarida 10-16 megavatgacha yetmoqda. Mutaxassisga javoblar uchun rahmat deymiz. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati elektr stansiyalarini tizimga ulash sho'basi boshlig'i Ravshanjon Yoqubjonov savollariga javob berdi.